Mana endi shu yotgan vaqtimda bo'ldi, endi turmay ekanman deb yig'laganman-da, yig'layapman. Sakzana klinikamizda yana bir bemorimiz shifo topdilar. Qani, keling, klinikamiz haqidagi fikrlarni bilib olamiz. Assalomu alaykum Shavkat aka. Klinikamiz haqida o'z fikringizni bildirib o'tsangiz, qanday edi oldingi ahvolingiz va hozirda ahvolingiz qanday? Men Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani Cho'lota hududida yashayman. 1972-yilda tug'ilganman. Fermer xo'jaligida ish faoliyati yuritaman. Ertalab fermer dalasidan xabar oladi, hamma fermerlar bir xabar olay deb chiqdim. Bordim. Ertalab soat 7:30larda dalaga bir aylanib qarab, o'zimning mashinamda bordim. Shu minaman degan holatda oyog'im bir chalkashib ketdi-da, mashinaga o'tirdim. Keyin boshimda bir shunday siqilish bo'ldi-da, havo yetmagan holatda o'zimni o'zim ana bo'lib boshim aylanib, shu paytda o'sha davleniyam ko'tarilib ketib, bu ishimizga insultni olgan ekanman-da, bilmagan holatimda. Yo'q, zo'rman deb kuchimga ishonib mashinaga o'tirdimda 10 metrdan keyin, 20 metrlardan keyin mashina haydalmay qoldim. Keyin o'g'lim o'tirdi, haydab oilamning onasini u yoqqa bordi, skor chaqirtirishdi, keldi skor, bir 20 minut 1 soatlarda keldi skordan. Bitta ukol qildi va ketdi, skor olib ketmadi. Keyin akamni chaqirtirdim. Keldi akam, kelgandan keyin mana shu Sagdiyani gaplashish kerak dedi. Shungacha yotqizib qo'yishdi, meni o'sha uyga kelib gaplashib ketdi, doktor bilan gaplashib, mayli olib keling debdi. Keldim. Kelgandan keyin yo miyamni tushirdi, katalkam bilan olib kirishdi, turg'azgan yo'q. Yotdim ham bir 5-6 kun pastelda yotdim, lekin turg'azishgan yo'q. Shu momentda bir kundan keyin o'sha oyog'im bilan qo'lim ishlamay qoldi umuman. Tillarim tortilib, tilim aylanmay, qo'llarim ham mana shunday bo'lib qisilib qoldi, ochilmaydi qo'lim. Keyin 10 kun shuga lecheniya oldim. Sagdiyanada mana doktor Sanjay Jo'rayevni tavsiyalari bilan hamma dorilarni, ukollarni olib, sharoitlari hammasi zo'r ekan. Yaxshi, bir oydan keyin lecheniyalar qilib, hammasini olib bo'lgandan keyin bir oydan keyin kelasan dedilar. Hamma masajlari ham, hamma fiziologiyalari ham zo'r, sharoitlari ham, yotishi, ovqati hammasi zo'rda. Sharoit zo'r. Yana kelib shu 10 kundan keyin ketgan vaqtimda oyog'i yo'q odamni, qo'li yo'q odamni hassada yurib chiqarib yubordi. Hassa yetib ketdim. Shu yerdan 10 kun mobaynida olingan lecheniyalar, qo'yilgan tashxislar zo'r bo'ldi. Keyin chiqqanimdan keyin aytgan hamma dorilarini vaqti bilan dorilarni ichdim. Lecheniyalarni va zanimasalarini qildim, aytilgan narsalarni. Ikkinchi yotishimga hozir keldim, ikkinchi yotganimga. Juda yurishim ham, oyog'im ham, qo'lim ham hammasi zo'r. Qo'llarim ham ishlaydi, oyoqlarim ham. Doktorlarning o'zi ham qilgan ishlaridan xursand, o'zim ham xursand. Mana endi shu yotgan vaqtimda bo'ldi, endi turmay ekanman deb yig'laganman-da, yig'layaptim shunday. O'zimni ana qilib. Hozir zo'rman. Bolalarim depasiga ish qilib